بسم الله الرحمن الرحيم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما. Biz sizga bundan oldin qissalarni aytib bergan va qissalarini aytib bermagan payg'ambarlarni yubordik. Niso surasi 164-oyat. Muhtaram aziz do'stlar, siz bilan ushbu sahifamizda Alloh taoloning bashariyatga yuborgan payg'ambarlari haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Alloh taolo insoniyatga hidoyat yo'lini ko'rsatish, yomonliklardan qaytarish, faqatgina uning o'ziga ibodat qilish zarurligini uqtirish uchun juda ko'plab rasul va payg'ambarlar yuborgan. Alloh taolo mazkur oyat karimasida ta'kidlaganidek, ulardan ba'zilari bizlarga qissa qilib aytib o'tilgan, ba'zilari esa aytilmagan. Payg'ambarlar turli xil qavmlarga yuborilganlar. Ularning aksariyati yahudiy bo'lgan degan fikr to'g'ri emas. Zotan Ibrohim alayhissalomning nabiralari bo'lmish, Yoqub alayhissalomning Yahuzo ismli farzandlarigacha Yahudi degan millat bo'lmagan. Zero payg'ambarlarning ilki Odam ato ham koinot sarvari so'nggi payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam ham Yahudi millatiga mansub emaslar. Faqat Qur'onda nomi o'tgan aksariyat payg'ambarlarning Yaqin Sharq, ya'ni hozirgi Arabiston yarim oroli, Misr, Iordaniya, Falastin, Suriya, Iroq, Yaman, Turkiya, Isroil va shunga yaqin davlatlar mintaqasidan ekanligi bayon qilingan. Qur'onda zikri o'tgan payg'ambarlarning deyarli hammalari Tavrot va Injil kabi kitoblarda ham Ibroniy, ya'ni Yahudiy tilidagi talaffuz farqlarini inobatga olgan holda aynan o'xshash nomlar bilan zikr qilingan. Bu esa barcha samoviy kitoblarning Alloh tomonidan ekaniga yanada qat'iy dalil ekanini isbotlaydi. Qur'oni Karimda 25 nafar payg'ambar nomi zikr qilingan. Ulardan tashqari payg'ambar yoki solih zot ekanliklarida ixtilof qilingan yana 3 nafar shaxs nomi ham aytib o'tilgan. Qur'onda ismi o'tmagan anbiyolar haqida esa payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning hadisi shariflarida, mashhur mufassirlarning tafsirlarida, sahih naql va rivoyatlarda, qolaversa boshqa samoviy kitoblar bo'lmish Tavrot va Injilda bayon qilingan. Bular haqida Allohning izni bilan lavhamiz oxirida to'xtalib o'tamiz. Qur'oni Karimda nomlari zikr qilingan rasul va payg'ambarlardan tashqari ham minglab payg'ambarlar bo'lgani aniq haqiqat. Bu haqda hadis shariflarning birida shunday keladi. Abu Zar al-G'iforiy roziyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. U kishi aytadilarki: "Ey Allohning rasuli, payg'ambarlar qancha?" deb so'radim. U zot sallallohu alayhi va sallam 124 ming dedilar. Ey Allohning rasuli, ulardan qanchasi rasullardir dedim. U zot 313 dedilar. Shu o'rinda sizlarga rasul va payg'ambar orasidagi farqni tushuntirishga Alloh xohlagancha harakat qilamiz. Qur'onda ba'zi payg'ambarlarga ham nabiy ham rasul deyiladi. Ba'zilarga esa faqatgina nabiy deyiladi. Avvalo bilishimiz lozim bo'lgan jihat nabiy va rasulning o'zbekcha ma'nosi. Nabiy bu payg'ambar, ya'ni xabar beruvchi. Rasul esa elchi ma'nolarini anglatadi. Bular orasidagi farq haqida esa ulamolarimiz turli fikrlarga borishgan. Bulardan ba'zilari rasul o'zlariga alohida kitob berilgan payg'ambarlardir. Nabiy esa mustaqil kitob berilmay, vahiy yo'li orqali tabliğga buyurilgan payg'ambarlardir deyishgan. Lekin Qur'onda Hud, Solih va Ismoil alayhissalom kabi payg'ambarlarni ham rasul deb atalgani bu fikrni biroz sayoz ekanini ko'rsatadi. Zero Hud, Solih, Ismoil alayhissalomlarga alohida kitob nozil bo'lmagan. Undan boshqa kuchliroq fikr esa
quyidagicha ifodalanadi. Rasul o'zlariga yangi bir shariat vahiy bo'lgan va uni tabliğ qilishga buyurilgan payg'ambarlardir. Nabiy esa o'zlariga yangi bir shariat kelmagan, faqat o'zidan oldin o'tgan yoki o'z davrida birga yashayotgan rasulning shariatini tabliğ qiluvchi, davom etuvchi hamda o'z qavmi orasida hukm qiluvchi payg'ambarlardir. Misol uchun, aka-uka payg'ambar Musa va Harun alayhisalomlarda bu holni ko'rish mumkin. Ya'ni Musa alayhisalom ham rasul, ham nabiydir. Harun alayhisalom esa faqat nabiydir. Demak, bunga ko'ra har rasul nabiydir, ya'ni payg'ambardir. Lekin har nabiy esa rasul emasdir. Vallohu a'lam. Bugungi lavhamiz esa asosiy e'tiborni Qur'onda nomlari o'tgan payg'ambarlar haqida qisqa ma'lumot berib o'tishga qaratadi. Unda biz birinchi bo'lib payg'ambar nomlari hamda ularning boshqa samoviy kitoblardagi ismlari, taxminiy ravishda qaysi davrda yashab o'tganlari, qancha umr ko'rganlari, qaysi qavmga yuborilganlari va ro'y bergan hodisa va mo'jizalarning nomlarini bayon qilamiz. Keyin esa bizlar tabarrukan nomlarini farzandlarimizga qo'yayotgan payg'ambar nomlarining ma'nosini kerakli manbalardan foydalangan holda berishga baholi qudrat harakat qilamiz. Hech shubhasiz, payg'ambarlar tarixi haqida ulamo va fozillarimiz tomonidan juda ko'plab bebaho kitoblar ta'lif qilib bo'lingan. Anbiyolarning tarixi haqidagi mukammal ma'lumotlar uchun ana shunday kitoblarga murojaat qilish darkor. Bizning taqdimotimizni esa bir mundarija o'rnida qabul qilgaysiz. Eng to'g'risini biluvchi Alloh taolodir. Odam alayhissalom insoniyatning ilk otasi va birinchi payg'ambar. Alloh Odamni tuproqdan yaratgan. Biz barchamiz Odam atoning zurriyotlarimiz. Ma'lumki, Odam ato va Havvo onamiz yaratilgan jannatga, undan keyin esa yerga tushirilganlar. Shu bilan yerdagi hayot boshlangan. Faqat bu hodisani qachon va qayerda bo'lganligi yolg'iz Allohgagina ayon. Lekin hozirdagi ibroniy taqvimda odamning yer yuzida hayot boshlaganidan buyon 5775 yil o'tgani aytiladi. Odam alayhissalomga 10 sahifa berilgan. Odam alayhissalomning ismlari barcha tillarda deyarli bir xil talaffuz qilinadi. 1000 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Odam alayhissalom nomi Qur'onda 25 marotaba zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi qadimgi ibroniychada qizil tuproq degani. Idris alayhissalom Odam alayhissalomning 6-avlodlari bo'lib, Qur'onda nomlari zikr qilinmagan Shis alayhissalomning nabiralaridir. Kiyim tikish, o'lchov, tarozu, yozuv va hisob bilimlarini o'rgatgan payg'ambar ekanliklari aytiladi. Ularga 30 sahifa kelgani haqida rivoyat mavjud. Idris alayhissalomning ismlari arabchada Idris, ibroniychada Hanok, yunoncha, inglizcha va rus tilida esa Enox tarzida kelgan. Miloddan taxminan 3400 yil avval yashaganlar, 365 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda nomlari 2 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa arabcha darasa fe'lidan yasalgan bo'lib, dars beruvchi, ta'lim beruvchi ma'nolarini anglatadi. Darvoqe, hozirgi ibroniychada ham Hanok so'zi ta'lim beruvchi ma'nosini anglatar ekan. Nuh alayhissalom Odam atoning 10-zurriyotlari. Tarixda Nuh to'foni nomi bilan mashhur payg'ambar. Nuh alayhissalom davrida zolim qavmga to'fon balosi yuborilgan. O'zlari esa kema yasab iymonli kishilar bilan to'fondan qutulib qolganlar. Keyingi insoniyat esa mana shu Nuh alayhissalomdan tarqalgan zurriyotdir. Nuh alayhissalomning Som, Xom,
va Yofas ismli o'g'illari bo'lgan. Qur'oni Karimning 71-surasi Nuh nomi bilan ataladi. Nuh alayhisalomning ismlari arabchada Nuh, ibroniychada Noh, yunoncha, inglizcha va rus tilida esa Noy tarzida kelgan. Miloddan taxminan 2900 yil avval yashaganlar. 950 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 43 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa qadimgi ibroniycha va arabchada taskin beruvchi, muvofiq qiluvchi degani. Hud alayhissalom. Nuh alayhissalomning Som ismli o'g'illari avlodidan keladi. O'zlariga baland binolar quradigan Iram shahrining Od qabilasiga yuborilgan payg'ambar va rasuldir. Qur'oni Karimning 11-surasi Hud nomi bilan ataladi. Ushbu payg'ambarning qachon va qancha umr ko'rganlari haqida turli rivoyatlar bor. Hamda boshqa samoviy kitoblarda Hud alayhissalom boshqa nom bilan kelgan degan taxmin bor. Hud alayhissalomning ismlari arabchada Hud, ibroniychada Eber tarzida o'tadi. Inglizcha va rus tilida esa Eber yoki Ever bo'lib kelgan. Miloddan taxminan 2700 yil avval yashaganlar Hud alayhissalomni ba'zilar 150 yil, ba'zilar esa 464 yil umr ko'rgan deydilar. Qur'oni Karimda nomlari 7 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa arabcha va qadimgi ibroniychada abara fe'lidan kezuvchi, daryoni kechuvchi degani. Solih alayhissalom. Nuh alayhissalomning o'g'illaridan, Somning avlodlaridan dunyoga kelgan. Tog'larni yo'nib binolar quradigan Samud qavmiga yuborilganlar. Qavm iymonsizligi uchun baloga uchragan. Toshdan chiqqan tuya voqeasi Solih alayhissalom mo'jizalaridan. Solih alayhissalomning ismlari arabchada Solih, ibroniychada Shalah, inglizcha va rus tilida esa Salih tarzida kelgan. Miloddan taxminan 2400 yil avval yashaganlar. 58 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 8 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa arabchada Salaha fe'lidan bo'lib, solih, isloh qiluvchi ma'nolarini anglatadi. Ibrohim alayhissalom payg'ambarlarning eng ulug'laridan biri hisoblanadilar. Dunyodagi yahudiylik, nasroniylik va islom dini ibrohimiy dinlar deyiladi. Ularni Abul Anbiyo, ya'ni payg'ambarlar otasi ham deyishgan. Ka'ba-i Sharifni bunyod qilganlar, juda ko'p mo'jizalar ko'rsatganlar. Zolim podshoh Namrud zamonida olovda yonmaslik, Ismoil alayhisalomni qurbonlikka olib borishlari, uylariga farishtalarning kelishi, ezib mijg'ilangan qushlarning yana qaytib tirilib kelishi kabi mo'jizalar ro'y bergan. Ibrohim alayhisalomni Xalilulloh, ya'ni Allohning do'sti deb ham ataladilar. Ularning qarilikda ko'rgan ikki o'g'illari Ismoil va Ishoq alayhisalomlar ham payg'ambar bo'lishgan. Ismoil alayhisalom zurriyotidan arablar va payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam dunyoga kelganlar. Ishoq alayhisalomdan barcha Bani Isroil payg'ambarlari dunyoga kelgan. Ibrohim alayhisalomga 10 sahifa berilgan. Qur'oni Karimning 14-surasi Ibrohim nomi bilan ataladi. Ibrohim alayhisalomning ismlari arabchada Ibrohim, ibroniychada Abraham, yunoncha va rus tilida esa Avram tarzida kelgan. Miloddan taxminan 2000 yil avval yashaganlar. 175 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 69 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi qadimgi ibroniychada Abraham, ya'ni ulug'lik va rahmat otasi degan ma'nolarni anglatadi. Lut alayhissalom. Lut alayhissalom Ibrohim alayhissalomning akalari bo'lmish Haronning o'g'lidir. Ibrohim alayhissalomga
birinchi iymon keltirgan shaxs hisoblanadilar. Sadom xalqiga payg'ambar qilib yuborilganlar. Ibrohim alayhissalom bilan birga hijrat qilganlar. Qavmlari Allohga osiy bo'lganliklari sababidan samodan tosh yog'ib halok bo'lgan. Lut alayhissalomning ismlari arabchada Lut, ibroniycha, yunoncha, inglizcha va rus tilida esa Lot tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1950 yil avval yashaganlar. 175 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 27 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi arab va qadimgi ibroniy tilida qalbiga sevgi yopishgan degan ma'noni bildiradi. Ismoil alayhissalom. Ismoil alayhissalom Ibrohim alayhissalomning Hojar onamizdan dunyoga kelgan katta o'g'illaridir. Oyoqlari ostidan Zamzam bulog'i otilib chiqqan, otalarining qurbonlik qilishiga labbay deb javob bergan va buning oqibatida Alloh ularga jonli qurbon so'yishni buyurgan. Zabihulloh, ya'ni Allohning qurboni ham deyiladi. Otalari bilan Ka'bani insho etishgan. Arablar Ismoil alayhissalomning zurriyotidan tarqalgan. Ismoil alayhissalom payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamning 29-bobolaridir. Ismoil alayhissalomning 12 nafar o'g'illari bo'lganligi rivoyat qilinadi. Ismoil alayhissalomning ismlari arabchada Ismail, ibroniycha, yunoncha, inglizchada Ishmail va rus tilida esa Izmail tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1850 yil avval yashaganlar. 137 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 12 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi qadimgi ibroniychada Ishma, eshitmoq, il esa Alloh degani, ya'ni Alloh eshitdi. Arabchadagi Samialloh so'ziga muqobil keladi. Bunday ism berilishining sababini shunday rivoyat qilinadi. Hazrat Ibrohim alayhissalomning qarigan chog'larigacha farzandlari bo'lmagan va duolari oqibatida Alloh ularga o'g'il bergan. Shuning uchun duoni Alloh eshitdi degan ma'noda Ismoil deb atagandir. Ishoq alayhissalom. Ishoq alayhissalom Ibrohim alayhissalomning Ismoildan keyingi Sora onamizdan dunyoga kelgan o'g'illaridir. Ya'ni Ismoil alayhissalomning ukalari. Barcha Yahudi, ya'ni Bani Isroil payg'ambarlarining bobolaridir. Ishoq alayhissalomning ismlari arabchada Ishaq, ibroniychada Itsak, yunoncha, inglizcha va rus tilida esa Isak tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1850 yil avval yashaganlar, 180 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 15 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi ibroniychada kular yuzli degani. Arabchadagi dhahika fe'l ham kuldi ma'nosini anglatadi. Yaqub alayhissalom. Yaqub alayhissalom Ishoq alayhissalomning o'g'illaridir. Bani Isroil mana shu payg'ambardan tarqagan. Isroil esa Yaqub alayhissalomning laqablari hisoblanadi. Yaqub alayhissalomning 12 nafar o'g'illari bo'lgan. Ular Rubin, Shamun, Lavi, Yahudo, Yashnuhun, Zabulun, Zavobi, Naftuni, Kudo, Afshiz, Bunyomin va Yusuf. Hozirdagi Yahudilar Yaqubning 4-farzandidan tarqagan. Miloddan taxminan 1750 yil avval yashaganlar, 147 yil umr ko'rganlar aytiladi. Qur'oni Karimda 16 marta zikr qilingan. Yaqub alayhissalomning ismlari arabchada Yaqub, yahudichada Yaqub, yunoncha va ruschada Yakov bo'lib keladi. Ismlarining ma'nosi qadimgi ibroniychada Yakob, to'piq, arabchadagi Ka'b ma'nosida yoki arabchada Yaqub, ta'qib qilib keluvchi ma'nolarni beradi. Rivoyat qilishicha, Yaqub alayhissalom egizak bo'lib tug'ilganlar.
Tug'ilish asnosida akalarining to'pig'ini ushlab kelganlardan ularga shunday ism berilgan. Laqablari Isroil haqida ham turli rivoyatlar mavjud bo'lib, ulardan biri ibroniycha Sara, kuch-quvvat, il esa ibroniy tilida Alloh degan, ya'ni qudrat Allohniki, yoki bo'lmasa Isra, sayr, ya'ni Alloh yo'lida yuruvchi degan ma'noni ifodalaydi. Yusuf alayhissalom. Yusuf alayhissalom Yoqub alayhissalomning o'g'illari. Qur'oni Karimda eng uzun qissa Yusuf alayhissalom haqida aytilgan va Yusuf nomi bilan atalgan qissadir. Ya'ni bu sura tamoman Yusuf alayhissalom haqida bayon qilinadi. Akalarining makri tufayli avval quduqdan so'ng qullikka va u yerdan saroyga, u yerdan zindonga, keyin esa Misrga vazir qilib tayinlangan zot, husnda tengsiz va tush ta'birlarini ayta oladigan payg'ambar ekanliklari aytilgan. O'zlaridan keyin kelgan Musa alayhissalom Misrdan olib chiqib ketgan yahudiylar Yusuf alayhissalomning Misrda vazirlik qilgan asnolarida kelib qolgan degan rivoyat bor. Miloddan taxminan 1650 yil avval yashaganlar. 110 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda 27 marta zikr qilingan. Yusuf alayhissalomning nomlari arabchada Yusuf, ibroniychada Yosef, inglizchada Joseph, yunoncha va rus tilida esa Iosif bo'lib keladi. Ismlarning ma'nosi esa Robbim yana o'g'il berdi yoki yana o'g'il ber ma'nosida. Haqiqatan Yusuf alayhissalomning avval 10 ta akalari, keyin esa Bunyomin ismli ukalari bo'lgan. Shuayb alayhissalom o'lchov va tarozida urib qolishga odatlangan Madyan va Ayka xalqiga yuborilganlar. Xutba bilimining olimi bo'lganlaridan payg'ambarlarning xatibi deb ham aytilganlar. Qizlaridan birini Musa alayhissalomga nikohlab berganlar. Arabchada Ayyub, ibroniychada Yitro, nasroniylikda Iofir deb atalganlar. Miloddan taxminan 1600 yil avval yashaganlar. 242 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 11 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi qadimgi ibroniychada to'g'ri yo'l ko'rsatuvchi degani. Ayyub alayhissalom. Ayyub alayhissalom Ishoq alayhissalomning avlodlaridan ekanliklari aytiladi. O'zlariga Alloh tarafidan berilgan xastalik imtihoniga sabr qilgan va bu oqibatida Allohdan ko'p mukofotlar olgan payg'ambar hisoblanadilar. Oyoqlari ostidan shifoli chashma otilib chiqqan. Turli joylardagi rivoyatlarga sabab bo'lgan Chashmai Ayyub shundan kelib chiqqan. Ayyub alayhissalomning onalari Lut alayhissalomning qizlari ekanligi aytiladi. Bani Isroil payg'ambarlardan hisoblanadilar. Arabchada Ayyub, ibroniychada Iyob, inglizchada Job, yunoncha va rus tilida Iov tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1600 yil avval yashaganlar. 93, ba'zi bir rivoyatda 140 yil yashaganlar aytilgan. Qur'oni Karimda nomlari 4 marta zikr qilingan. Zulkifl alayhissalom. Zulkifl alayhissalom Ayyub alayhissalomning o'g'illari ekanliklari haqida rivoyat mavjud. Yana boshqa rivoyatda ismlari Bishr bo'lib, Al-Yaso alayhissalom bilan bir zamonda yashagan deyilgan. Zulkifl alayhissalomni ba'zilar Tavrotdagi 4 ulug' payg'ambarlardan biri Hizqil ham deb aytganlar bor. Arabchada Zulkifl, ibroniychada Yehezkel, yunoncha va rus tilida esa Ezekil tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1550 yil avval yashaganlar. 75 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda 2 marta zikr qilingan. Ismlarning ma'nosi esa arabcha nasiba va ta'minot sohibi degani. Musa alayhissalom. Musa alayhissalom
Qur'onda eng ko'p zikr qilingan Bani Isroil payg'ambaridir. Ularga ilk vahiy kitobi Tavrot nozil qilingan. Mislsiz hodisalar va mo'jizalar sohibi bo'lgan Musa alayhisalom qissasi Qur'onning ko'pgina suralarida bayon qilinadi. Jumladan, Fir'avn bilan bo'lgan voqealar, asolarni ilonga aylanishi, dengizni ikkiga bo'linishi, toshdan buloq chiqarishlari, osmondan yeguliklar yog'ishi, o'lgan odamlarning tirilishi va shunga o'xshash bir qancha mo'jizalar va hodisalar ro'y bergan. Bani Isroil payg'ambarlardan bo'lganlar. Arabchada Musa, Ibroniychada Moshe, Yunoncha va inglizchada Moses va rus tilida esa Moysey tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1400 yil avval yashaganlar. 120 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda nomlari 136 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa qadimgi Ibroniychada suvdan tortib olingan degani. Ma'lumki, Musa alayhisalomning onalari chaqaloqni Fir'avnning o'ldirishidan qo'rqib suvga otganlar. Daryoda oqib borgan Musa Fir'avn saroyi oldidagi daryodan tortib olingan. Harun alayhisalom. Harun alayhisalom Musa alayhisalomning akalari, o'zlaridan 1 yoki 3 yosh katta ekanliklari aytilgan. Doimo Musa alayhisalom bilan birga yurganlar va ularning yordamchilari bo'lganlar. Arabchada Harun, Ibroniychada Haron, Yunoncha va rus tilida esa Aron tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1400 yil avval yashaganlar, 122 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda nomlari 20 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa qadimgi Ibroniychada sher, arslon deb tarjima qilinadi. Davud alayhissalom. Davud alayhissalom ham payg'ambar, ham podshoh bo'lganlar. Temirga ishlov berish va chiroyli ovoz sohibi bo'lganlar. Ularga Zabur nomli kitob nozil qilingan. Arabchada Davud, Ibroniycha va boshqa tillarda David tarzida kelgan. Miloddan taxminan 1000 yil avval yashaganlar. 100 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda 16 marta ismlari zikr qilingan. Ismlarning ma'nosi qadimgi Ibroniychada mahbub va suyukli degani. Sulaymon alayhissalom. Sulaymon alayhissalom ham podshoh, ham payg'ambar bo'lganlar. Davud alayhissalomning o'g'illari. Ulkan qasrlarni barpo etishlari, ularga insoniyat, hayvonlar, hatto jinlarning ham bo'ysunishi kabi voqealar Sulaymon alayhissalom davrida bo'lgan. 40 yil podshohlik qilganlari aytilgan. Ismlari arabchada Sulayman, Ibroniychada Shlomo, Yunoncha va rus tilida esa Salomon tarzida kelgan. Miloddan taxminan 950 yil avval yashaganlar. 83 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda nomlari 17 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa qadimgi Ibroniycha va arabchada tinchlik va salomatlik keltiruvchi degani. Yunus alayhissalom. Yunus alayhissalom qissalari haqida shunday rivoyat bor. Yunus alayhissalom o'z qavmining qilmishlaridan ozorlanib, ularga va'da qilingan jazo kelavermagach, o'zlari bosh olib chiqib ketib bir dengiz bo'yiga yetib boradilar. Jo'nab ketayotgan bir kemaga minganlarida dengiz o'rtasiga borib kema to'xtab qoladi. Kemachilar yo'lovchilar ichida o'z hojasidan qochgan qul bo'lsa kerak, uni topmasa kemamiz turaveradi deb qur'a tashlaydilar. Qur'ada Yunus alayhissalomning nomi chiqqach, u zotni dengizga tashlab yuboradilar va ularni nahang balig'i yutib yuboradi. Allohga yolvorib, yana qavmlariga qaytib boradilar. Qavmlarida 100 mingdan ziyod kishi borligi Qur'onda keltirilgan. Arabchada ismlari Yunus, Ibroniychada Iona, inglizchada Jona va rus tilida esa Iona tarzida kelgan. Miloddan taxminan 800 yil avval yashaganlar. 122 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda nomlari 4 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa qadimgi Ibroniychada qush yoki kabutar degani.
Ilyos alayhissalom. Ilyos alayhissalom Bani Isroilning Baal nomli butga sig'ingan qavmini hidoyatga chaqirish uchun yuborilganlar. Ilyos alayhissalom Qur'oni Karimda bir marotaba Ilyosim deb ham aytiladilar. Ismlari arabchada Ilyos, ibroniychada Ilyahu, yunoncha va rus tilida esa Ilya tarzida kelgan. Miloddan taxminan 800 yil avval yashaganlar. Qur'oni Karimda nomlari 3 marta zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa qadimgi ibroniychada Robbim Alloh degani. Aliyasa alayhissalom. Aliyasa alayhissalom Ilyos alayhissalomga yordamchi qilib yuborilgan payg'ambar ekanliklari rivoyat qilinadi. Arabchada Aliyasa, ibroniychada Elisha, yunoncha va rus tilida esa Yelisey tarzida kelgan. Miloddan taxminan 750 yil avval yashaganlar. 100 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda nomlari 2 marta zikr qilingan. Zakariya alayhissalom. Zakariya alayhissalom Bani Isroil payg'ambarlaridan. Maryam onamizni kafillikka olganlar. Qarilik chog'larida xushxabar kelib, o'g'il farzandlik bo'lganlar. Shahid etilgan payg'ambarlardan hisoblanadilar. Ismlari arabchada Zakariya, ibroniychada Zakariya, yunoncha va rus tilida esa Zahariya tarzida kelgan. Miloddan taxminan 100 yil avval yashaganlar. 120 yil umr ko'rganlari rivoyat qilinadi. Qur'oni Karimda 7 marta nomlari zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi esa qadimgi ibroniycha va arabchada Allohni zikr qiluvchi degani. Yahyo alayhissalom. Yahyo alayhissalom Zakariya alayhissalomning o'g'illari. Bu zotgacha hali hech kim bu ism bilan atalmagan. Iso alayhissalom bilan tengdoshlar. Ba'zi rivoyatlarda xolalarining o'g'illari deyshadi. Eng qisqa umr ko'rgan payg'ambarlardan hisoblanadilar. 30 yoshlarida shahid bo'lganlar. Ismlari arabchada Yahya, ibroniychada Yohanan, inglizchada John, yunoncha va rus tilida esa Yoan tarzida kelgan. Milodiy yil boshlarida tug'ilganlar, 30 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda nomlari 5 marta zikr qilingan. Iso alayhissalom. Iso alayhissalom Allohning mo'jizasi bilan onalari Maryam onamiz ularni otasiz dunyoga keltirganlar. Bani Isroilga yuborilgan oxirgi payg'ambar hisoblanadilar. Ularga Injil nozil bo'lgan. Allohning qudrati bilan 33 yoshlarida ko'kka ko'tarilganlar. Ularni tug'ilish yillari hozirgi milodiy hisobni boshlab bergan. Qiyomatda islom haq ekanini bildirish uchun yana yerga tushadilar. Ismlari arabchada Isa, ibroniychada Yeshu, yunoncha va rus tilida esa Yesus tarzida kelgan. 33 yil umr ko'rganlar. Qur'oni Karimda 25 marotaba ismlari zikr qilingan. Ismlarining ma'nosi ibroniychada Shua, ya'ni qutqaruvchi ma'nosida ekanligi aytiladi. Olamlarga rahmat qilib yuborilgan payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam barcha payg'ambarlarning oxiri bo'ladilar. Ularga hech qachon o'zgarmagan va o'zgarmaydigan Qur'oni Karim nozil qilingan. Milodiy 570 yoki 571-yilda Makka da tug'ilganlar. Qur'ondagi xitoblar ularga qarata nozil qilingani bilan birga ismlari 4 marta zikr qilingan. Allohumma solli ala sayyidina Muhammad va ala ali sayyidina Muhammad. Inna Alloha va malaikatahu yusalluna alan nabiy ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Muhtaram do'stlar, endi esa Qur'oni Karimda nomlari o'tgan, lekin payg'ambar yoki payg'ambar emasliklari haqida turli ixtiloflar qilingan shaxslar haqida suhbatlashamiz.
Payg'ambar yoki payg'ambar emasliklari haqida ixtilof qilingan 3 nafar shaxs Qur'onda zikr qilingan. Ular yoki payg'ambar yoki bo'lmasa solih, muslim shaxs hisoblanadilar. Bular Luqmon, Hakim darajasidagi yetuk tafakkurga ega bo'lgan shaxs. Qur'oni Karimning 31-surasi Luqmon nomi bilan atalgan. Unda Luqmon Hakim o'z o'g'illariga qilgan nasihatlari bayon qilingan. Luqmon Hakim Davud alayhissalom zamonida yashaganlar haqida naql mavjud. Zulqarnayn, bu shaxs ham solih, mu'min ekanligi aytiladi. Qur'onning Kahf surasida Zulqarnayn haqida batafsil ma'lumot bor. Bu zot Yajuj va Majuj qavmiga temirdan to'siq, ya'ni devor qilganliklari qissa qilingan. Yashagan davrlari haqida aniq ma'lumot yo'q, lekin ba'zi olimlar uni Ibrohim alayhissalom bilan zamondosh bo'lgan deydilar. Uzayr alayhissalom. Uzayr alayhissalom Qur'onda eng qisqa ma'lumot berilgan shaxsdir. Alloh Uzayrni 100 yil uxlatib, ya'ni vafot ettirib, yana qayta tiriltirgan shaxsni Uzayr ekani tafsirlarda mavjud. Lekin Ibroniylarda, ya'ni yahudiylarda bu shaxs payg'ambarlardan deyilgan bo'lib, uni yahudiylar Azro deb ham atashgan. Miloddan taxminan 450 yil avval yashaganlari rivoyat qilinadi. Endi esa Qur'onda nomlari o'tmagan hadislarda yoki boshqa naql kitoblarida kelgan payg'ambarlar nomi bilan tanishtiramiz. Ular Shis, Hizr, Yusho, Kolib, Shamuyil, Armiyo, Donyol va Shoyo alayhissalomlardir. Bizdan avvalgi qavmlarga yuborilgan, ismlarini bilgan va bilmagan barcha anbiyolarga Allohning salomi bo'lsin. Lavhamizdan bir ozgina bo'lsa-da foyda olgan bo'lsangiz, bizni xushnud etgan bo'lasiz. Fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.